Atamalar izohi 8-sinf O'zbekiston tarixi 2019-yilgi nashr etilgan darslik asosida tayyorlandi. Temuriylar davlatida devon begi, ijro hokimiyat, ya'ni devonxona boshlig'i, bosh vazir lavozimida bo'lgan. Tavochi askariy qismlarni viloyatlardan to'plash bilan shug'ullangan. Tuman og'asi 10,000 kishilik qo'shin boshlig'i, Miri Hazora 1000 kishilik qo'shin boshlig'i, qo'shin boshi 100 kishilik qo'shin boshlig'i, ayilboshi 10 kishilik qo'shin boshlig'i, kutubxona dorug'asi yoki kitobdor saroy kutubxonasining boshlig'i sanalgan. Shayboniylar davrida devon begi, devonxona boshlig'i, bosh vazir, katta nufuzga ega bo'lgan devon begi ayni paytda davlatning moliya va xo'jalik ishlarini ham boshqargan. Otaliq shahzodalarga ustozlik qiluvchi rahnamo, xon viloyatlaridagi ta'siri ularning nufuzi bilan belgilangan. Parvonachi uning vazifasi xon farmonlarini rasmiy hujjatlarga, mas'ul shaxslarga, ijrochilarga yetkazishdan iborat bo'lgan. Dodxoh bu mansabda ishlagan amaldor dargohga tushgan arizalarni qabul qilgan va ularga javob qaytargan. Shuningdek, dodxoh mamlakatda adolat mezonlariga amal qilinishini ham nazorat qilgan. Ko'kaldosh bu mansabga xon sulolasiga eng yaqin shaxslargina tayinlangan. Ko'kaldosh xon siyosatiga fuqarolarning munosabatini o'rgangan va bu siyosatning daxlsizligini ta'minlagan. Davlat xavfsizligi xizmati boshlig'i sanalgan. Xon yasavuli xon va shahzodalar o'rtasidagi ichki munosabatlar masalasi bilan shug'ullangan. Eshik og'aboshisi u dargoh xavfsizligi, undagi tartib hamda kelgan-ketganlardan xabardor bo'lib turish masalalari bilan shug'ullangan. Shayxul Islom shariat qonunlari bajarilishi ustidan nazoratni amalga oshirgan. Muhtasib, ya'ni rais, mamlakatda jamoat tartibining saqlanishi, diniy marosim va amallarga rioya qilinishini kuzatgan. Bozorlarda narx-navo va tarozilarning to'g'riligini nazorat qilish bilan shug'ullangan. Mehtar zakot va boshqa tushumlardan tushgan mablag'larni zarur o'rinlarda ishlatishni nazorat qiluvchi amaldor hisoblangan. Naqib rasman davlat mansabi hisoblanmasa-da, u xonning yaqin va ishonchli kishisi sanalgan. Ayni paytda u davlat ichki va tashqi siyosat masalalarida xonning maslahatchisi ham hisoblangan. Zarur bo'lganda elchilik vazifasini ham bajargan. Qozi Kalon mamlakatda sudlov ishlariga mas'ul bo'lgan. Amlokdor eng quyi ma'muriy birlik amlokning boshlig'i sanalgan. Amin soliq yig'uvchi. Mirob suv taqsimlovchi. Mirza kotib. Oqsoqol qishloqning boshlig'i. Tavochi harbiy askarlarni to'plash, yurishga tayyorlash, moddiy ta'minotga mas'ul bo'lgan. Jevachi xon va qo'shinni qurol-yarog' bilan ta'minlashga mas'ul bo'lgan. Qo'rxona boshlig'i harbiy qurolsozlik ustaxonasi boshlig'i hisoblangan. Qo'rchi xonning shaxsiy qo'riqchisi. Yalovbardor davlat bayrog'ini ko'tarib yurishga mas'ul bo'lgan. Yasovul oliy qo'mondon va sarkardalarning topshiriqlarini bajargan. Ashtarxoniylar davrida ma'lumot o'rnida markaziy va mahalliy hokimiyat boshqaruvida ham ashtarxoniylar shayboniylar davrida amalda bo'lgan lavozimlarni saqlab qolgan. Otaliq xondan keyingi shaxs bosh vazir. Saroy qutboli u davlat mablag'i hisobiga amalga oshiriladigan qurilish, suv inshootlari barpo etish va obodonchilik ishlarini boshqargan. Mang'itlar davrida Qo'shbegi vaziri buzruk, ya'ni bosh vazir lavozimi bo'lgan. Bir so'z bilan aytganda, barcha ijroiya hokimiyat Qo'shbegining qo'lida edi. Arkda bo'lishi shart bo'lgan. Devonbegi moliya vaziri
ba'zan quyi qushbegi ham deyilgan. Zakot va soliqlar undirilishi ustidan nazoratni amalga oshirgan. Tashqi aloqalarni yuritish ham yuklatilgan. Otaliq Samarqand va Buxoro viloyatlarini sug'orish va suv taqsimotiga javobgar shaxs bo'lgan. To'qsabo davlat bayrog'ini daxlsizligini ta'minlash, dasturxonga taom tortishga mas'ul bo'lgan. Harbiy harakatlar vaqtida qal'adagi harbiy qism boshlig'i, polk sardori bo'lgan. Mirzaboshi amirlik hujjatlarini yuritishga mas'ul bo'lgan. Devon begiga bo'ysungan. Mushrif amaldorlar bular xonga inom etgan buyumlarni ro'yxatga olgan. Soliq tushumlarini yozib borgan. Amirlikda soliqlarni o'z vaqtida yig'ish va ularni hisobga olib borishga javobgar kishi mushrif hisoblangan. Mehtar soliq va boshqa yig'imlardan tushgan mablag'larni qanchalik to'g'ri sarflanganligini nazorat qilgan. Qutuvol davlat hisobidan amalga oshiriladigan qurilish ishlariga mas'ul bo'lgan. Mirshabboshi amirlikning shaharlarda tinchlik va tartibni saqlashga mas'ul hisoblangan amir soqchilari boshlig'i edi. Ko'kaldosh mamlakat xavfsizligi, amirning yaqinlari, do'stlari va dushmanlari to'g'risida ma'lumotlar to'plash bilan shug'ullangan. Bosh inoq amir buyruqlarini yetkazish va ularning bajarilishini nazorat qilgan. Shuningdek, davlat mansabiga tayinlanishi mumkin bo'lgan xizmatchilar faoliyatini tashkil etgan. Kichik inoq chet mamlakat elchilari taqdim etgan hujjatlarni qabul etish, amir muhri uchun javobgar bo'lgan. Shiqovul chet mamlakat elchilarining qabul qilinishini tashkil etgan. Miroxur amir otxonasining boshlig'i sanalgan. Dasturxonchi amir huzurida uyushtiriladigan ziyofatlar uchun mas'ul bo'lgan. Kitobdor amir kutubxonasi boshlig'i edi. Parvonachi oliy hukmdor farmonlarini e'lon qilgan. Arablar jamoasi masalalari bilan ham shug'ullangan. Kezi kelganda qo'shinda qo'mondonlik ham qilgan edi. Dodxoh lavozimi egallab turgan shaxs xalqning shikoyatlari bilan shug'ullangan. Kezi kelganda polk sardori maqomida qo'shinga boshchilik ham qilgan. Shayxul Islom shariat qoidalari va qonunlar ijrosi, sud ishlarini nazorat qilishni bajargan. Bo'lajak hukmdor uning roziligisiz taxtga o'tira olmagan. Qozi Kalon davlatning oliy qozisi, ya'ni sudyasi bo'lgan. Shayxul Islomga bo'ysungan. Beva bechoralar va yetimlarning haq-huquqlarini himoya qilish ustida nazoratni o'rnatgan. Arkda bo'lishi shart bo'lgan. Sadr vaqf mulklarini boshqargan. Mutavvalli vaqf mulkini tasarruf etgan. Muftiy Qozi Kalon murakkab deb hisoblagan turli diniy huquqiy masalalar bo'yicha shariatga asoslanib fatvo chiqaruvchi shaxs hisoblangan. Diniy huquqiy masalalar bilan shug'ullangan. Muhtasib ya'ni rais shariat qoidalarining bajarilishi va amal qilinishi masalalari bilan shug'ullangan. Bozorlarda qalloblik, tosh tarozi masalalari bilan masjidlarga borib, namoz o'quvchilar ro'yxatini tekshirgan, taqiqlagan, ichimliklar va sutxo'rga qarshi choralar ko'rgan. Boshqa qoziga, ya'ni bosh qoziga bo'ysungan. Amlokdor yetishtirilgan hosilni hisobini yuritish va soliqlarni vaqtida yig'ilishiga javobgar bo'lgan. Amin ishonchli, halol odam. Soliqlarni yig'ish, aholi ustidan nazorat va ariqlardagi suvni ekin maydonlariga taqsimlash ishlariga bosh bo'lgan. To'pchi boshi amir qo'shinlarining bosh qo'mondoni sanalgan. Naqib harbiy qarorgoh boshlig'i. Pansodboshi 500 kishilik qo'shin boshlig'i. Panjobboshi 50 kishilik qo'shin boshlig'i. Dahboshi 10 kishilik qo'shin boshlig'i sanalgan. Qo'ng'irotlar davrida Mehtar o'troq aholi vakillaridan tayinlangan bosh vazir hisoblangan. U vaziri azam, dasturi mukarram, nizom al-mulk
sifatlari bilan ulug'langan. Qushbegi, ya'ni bu ham Xiva xonligida qo'ng'irotlar paytidagi sulola vakillariga xizmat qilgan lavozim egalari. Qushbegi soliqlarning davlat xazinasiga tushishini ta'minlagan hamda moliya ishlari uchun, shuningdek, qo'shinning holati uchun javobgar bo'lgan. Barcha harbiy harakatlarda ishtirok etgan. Ko'chmanchi aholi vakillaridan tayinlangan. U amir sohibi devoni a'lo sifatlari bilan ulug'langan. Devonbegi, xo'jalik, ijtimoiy, siyosiy va harbiy ishlar bilan shug'ullanuvchi devonlarga rahbarlik qilgan. Uning ixtiyorida Qushbegi, Mehtar, otaliqdan iborat kengash faoliyat ko'rsatgan. Mahram, xonning maxfiy maslahatchisi, alohida topshiriqlarni bajaruvchi, zarurat bo'lganda elchi qilib jo'natilgan mansabdor shaxs sanalgan. Shig'ovul, chet davlatlari elchilarini qabul qiluvchi va ularning ta'minoti uchun mas'ul amaldor. Yasavul boshi, xonlikning qo'shiniga qo'mondonlik qilgan, xonlik xavfsizlik xizmatini boshqargan, xonning qo'riqlanishi va maxfiy davlat hujjatlarining saqlanishi uchun javobgar bo'lgan. Lashkarboshilar, harbiy bo'linmalarga qo'mondonlik qilgan. Mirshabboshi, Xiva aholisining tinchligi va osoyishtaligi bilan mas'ul bo'lgan. Qorovulbegi, chegara qo'shinlarini boshqargan. Shayxul Islom, diniy ishlar va shariat qoidalariga rioya etilishi, amal qilinishi masalalariga mas'ul bo'lgan. Muftiy, qozi hukmining shariatga qanchalik mos kelishi haqida fatvo chiqargan. Alam, islom huquqining eng obro'li namoyandasi. Alam rahbarlik qilgan. U muftiylar bergan xulosani ko'rib chiqib, uni yo tasdiqlagan, yo qaytargan. Naqiblar, payg'ambar avlodlari jamoasi vakillari bo'lib, jamiyatning diniy hayoti sohasi uchun mas'ul edilar. Ular xonning eng ishonchli kishilaridan sanalgan va harbiy harakatlar chog'ida doimo unga hamrohlik qilgan. Shuningdek, ular ta'lim sohasi ishlari bilan ham mas'ul bo'lgan. Rais, ya'ni qozi rais esa jamiyatda shariat qonun qoidalariga qanchalik amal qilayotganligi ahvolini, shuningdek, ota-onalarning bolalarini maktabga yuborayotganliklarini kuzatib borgan. Qozi xos, xon xonadoni a'zolariga tegishli masalalar bilan shug'ullangan. Mutavvalli, vaqf yerlaridan olinadigan foydaning hisob-kitobi va taqsimoti bilan shug'ullangan. Mirobboshi, sug'orish inshootlari va suv ta'minoti hamda taqsimotiga mas'ul hisoblangan. Qo'qon xonligida Minglar sulolasi davri lavozimlari. Mingboshi, bosh vazir, qo'shinning bosh qo'mondoni va tashqi siyosat masalalarida xonning bosh maslahatchisi. Xonlikdagi alohida harbiy bo'linmalarga mingboshlar rahbarlik qilgan. Ular keyinchalik bosh vazir vazifasini bajargan. Qushbegi, xonning maslahatchisi bo'lgan. U ayni paytda katta shaharlardan biriga hokim etib ham tayinlangan. Devonbegi, yuqori davlat mansabi bo'lib, u xonlik devonxonasiga rahbarlik qilgan. Shuningdek, moliya ishlarini ham boshqargan. Mehtar, devonbegining o'rinbosari. Mirza, xazinaga tushgan tushumning hisob-kitobini olib borgan. Muhtasib raislar, diniy ishlar, shariat qoidalariga rioya qilinishi, savdo-sotiqning to'g'ri yuritilishini nazorat qilganlar. Mirshablar, xonlikdagi tartib-intizom ishlari bilan mirshablar shug'ullangan. Dasturxonchi, xon dasturxoniga taom tortuvchi mansabdor edi. Amir lashkar, eng yuqori harbiy lavozim bo'lib, u harbiy vazir hisoblangan. Qushbegi, o'z qo'shiniga ega beklik hokimi sanalgan. Botirboshi, bekliklardagi harbiy ishning ahvoli uchun mas'ul bo'lgan. Vali, noyib, artilleriya qo'mondoni. Qalabon, harbiy qal'alar uchun mas'ul shaxs. Qo'rboshi, qurol aslaha ishlab chiqarish ustaxonasi va omborxona boshlig'i. Yovar, amiri lashkar maxsus bo'linmasi boshlig'i. To'pchiboshi,
to'pchilar bo'linmasining boshlig'i. To'qsoba, o'z tug'iga ega bo'lgan harbiy bo'linma boshlig'i. Pansodboshi, 500 nafardan iborat harbiy qo'shin qo'mondoni. Audio o'quvchi Nilufar Ahmadaliyeva Tarix audiokurs kanali uchun maxsus.